Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Jasur fermer o'z kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Jersey kelgan tovuqlar haqida suhbat qilamiz. Jersey kelgan tovuqlari Amerikada kelib chiqqan bo'lib, Amerikaning New Jersey shtatida chiqarilgan tovuq bu. O'shaning uchun ham nomi Jersey kelgan. Bu tovuqlar tuxum go'sht yo'nalishiga chiqarilgan. O'rtacha yiliga 200 tadan 250 tagacha tuxum beradi. Shaxsan o'zim 4 yildan beri boqaman bu tovuqni. Yaxshi tovuq. Agar boqib, shundan daromad qilaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, tavsiya qilaman. Hop, vesiga kelsa, o'rtacha makonlar 4 kilodan 5 kilogacha bo'ladi. Xo'rozlari 5 kilodan 7 kilogacha ves qilaveradi. Kiyimini обязательно xo'rozini almashtirib turish kerak. Misol, ochirib boqdingizmi? Misol, o'zini xo'rozini o'ziga ishlatib bo'lmaydi. 6 oylik, 7 oylik bo'lgan paytda biz xo'rozlarni almashtirib yuboramiz. O'zim ham xo'rozlarni almashtirganman. Kiyimini liniya degan hop narsasi bor. Liniyani o'zi tovuq boqadiganlar tushunadi. Endi yaxshi zot qilaman desangiz, palonchani liniyasi, uni liniyasi deb sotishadi, xuddi shunday. Biz ham alohida xo'rozlarda yaxshi puldan olganmiz. Endi nima deydi? O'rtacha tuxumi 10 ming so'mdan 20 ming so'mgacha sotiladi bularda. 5 ming so'mga ham tuxum bor, endi sifatiga qarab hamma narsa. Misol, yangi tug'ilgan qo'zini ham 20 ming dollarga sotishyapti, zotga tushunadigan odam olaveradi. Negativlar bo'lsa agar, pilla tuxum tug'adimi, boshqami deb agar. Bemalol, misol, xonadonga 20 ta qilib qo'ysangiz, bitta ro'zg'orni bemalol ko'taradi. Juda ham xaridorga, ham o'zi ham chiroyli tovuq. Men o'zim juda kelgan zotlarga qiziqaman. Boqishni tavsiya qilaman. Juda ham immuniteti kuchli, sovuqqa ham chidamli tovuq bu. Sizlarga tovuq emas. Xullas boqsalar ham kam bo'lmaysizlar. Agar tuxum jo'jalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib zakaz bersalar, jo'jasini ham chiqarib beraveraman. Tuxumlar agar aytpayga chiqarib yuborish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pochta qilib yuboramiz. Bizda boshqa zotlar ham bor. Kanalga podpiska qo'yinglar, obzor qilamiz xudo xolasa.